Bugungi kunda mamlakatimizda sanoatni jadal rivojlantirish, hududlarni iqtisodiy jihatdan mustahkamlash va yangi ish o'rinlari yaratishga qaratilgan keng qamrovli islohotlar amalga oshirilmoqda. Ayniqsa, ishlab chiqarishni zamonaviy talablar asosida tashkil etish, investitsiyalarni jalb qilish va mahalliy xomashyoni chuqur qayta ishlashga yo'naltirilgan klaster tizimi bu borada muhim ahamiyat kasb etmoqda. Mazkur tizim hududlarda sanoatlashuv jarayonlarini jadallashtirib, iqtisodiy o'sishga yangi surat bag'ishlamoqda. Tumandagi klasterlardan birida 8 gektar maydonni egallagan zamonaviy sanoat kompleksi barpo etilgan bo'lib, ayni paytda bu yerda to'qimachilik yo'nalishida bir qator yirik loyihalar amalga oshirilmoqda. Xususan, ip yig'iruv, mato to'qish va bo'yash sexlari so'nggi montaj jarayonida. Shu bilan birga klasterda sanoat tarmoqlarini diversifikatsiya qilishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Qog'oz mahsulotlarini qayta ishlash maqsadida qattiq qog'oz ishlab chiqarish loyihasi amalga oshirilmoqda. Loyihaning umumiy qiymati 2,5 million AQSh dollariga teng bo'lib, bu korxona ichki bozor ehtiyojini qondirish bilan birga import o'rnini bosuvchi mahsulotlar ishlab chiqarishga xizmat qiladi. 50 dan oshiq yosh qizlar va o'g'illarimiz ishlab turibdi. Xitoy mamlakatlarimiz qog'ozdan karton korobkalari ishlab chiqarish majmuasini olib kelganmiz. Hozirgi kunda bu majmua 1200 xildan ortiq mahsulot ishlab chiqarishga ega. Liniyamizda 1 minutda 80 metr karton korobkasini ishlab chiqaradi. Hozirgi kunda talab juda kuchli bo'lyapti. Bu 1 minutda 200 dona korobkani qadog'lash imkoniga ega bo'lyapti. Xomashyo o'zimiz mahalliy xomashyo. Hozir Yevropa mamlakatidagi O'zbekistondagi masalan meva mahsulotlari, quruq mahsulotlarni qadog'lash va boshqa qadog'lab hozir eksport qilishyapti. Mutaxassislar fikricha, klaster tizimi asosida amalga oshirilgan bunday sanoat loyihalari hududning investitsiya va jozibadorligini oshirish, eksport salohiyatini kengaytirish va sanoat ulushini ko'paytirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.